Assalomu alaykum. Ko'pchilik insonlar nevrozni kasallik deb o'ylashadi va ko'pchilik nevroz bo'lgan insonlar o'zini og'ir kasaldek his qiladi. Lekin haqiqat shundaki, nevroz bu o'limli yoki organik kasallik emas. Nevroz bu asab tizimining charchashi, bu qalb va ongning ortiqcha zo'riqishi. Siz judayam ko'p o'ylagansiz, judayam ko'p xavotir qilgansiz, judayam ko'p sabr qilgansiz, lekin his-tuyg'ularingizni uzoq vaqt muddatda ichingizga yutib yurgansiz va natijada sizni tanangizda taxikardiya, bo'g'ilish hissi, qo'rquv, bosh aylanishi, panik hujumlar boshlanadi. Lekin odatda tekshiruvlar toza chiqadi. Shifokorlar esa hammasi yaxshi deydi. Chunki nevroz bu tananing emas, ruhning charchashidir. Shuning uchun ham nevrozni davolashda tanani emas, birinchi navbatda ruhiyatni davolash kerak. Demak, yaxshi xabar shundaki, nevrozdan chiqish mumkin. Aytib o'tganimdek, ruhiyat bilan ishlansa, mana shunday inson nevrozdan tezda xalos bo'la oladi. Agar siz ham doimiy xavotir, ichki bezovtalik va panik holatlardan charchagan bo'lsangiz, marhamat, murojaat qilishingiz mumkin va albattaki nevrozga yechim bor.